Jamila. O'lding, akang keldi. Ovqating tayyormi? Ola u minut boki ona. Ishlab kelaman charchab. Jonga tegdi shuni zamona. Xo'p deb turgin endi. Yuvib qo'ying buni. Kecha yuvdim-ku buni. Keraksa bir kunga 2 mahal yo'q. Gigiynaga amal qilish kerak. O'zi bir kunda zo'rg'a bir marta qo'lingizni yuvadi. Gigiyena emish. Bo'ldim onajon. Dasiyor qizim. Ana, nima bu ahvol? Nima to'g'ri tozalamayapsan? Qanaqa qilsan? Shoshmay tur. Oladigan qiz o'qigan ekan. Baloni ham bilmaydi. Jabrachasidan ilinadi. Endi o'zingiz bilgan ovqatlardan bir bitta ovqat tashlang. Men ovqat qilishni bilmayman. Men Makedonskini bilaman, Yelizavetani bilaman, Chingizxonni bilaman. Unda o'shalarga ayting kelin ovqat qilsin. Ona jabrachasidan ilinibdi-ku. Gigiyenalik salomatliklar nima bo'ldi? Qanchalik odam o'zini asrasa, shunchalik tez kasal bo'lar ekan. Ayol kishi tozalash kerak emasmi? Xotinchangizga aytolmadingizmi? Men bu uyda o'zim ham yashayapman. Men ham tozalasam bo'ladi. Hech narsa qilgan yo'qman. Akam tushmoq bo'libdi-ku butunlay. To'ydan oldin jashir edi. Endi qo'y bo'lib qoldi. İşte hamma joyda raso qilma. Pashole, xotiningga gapir.